Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün taharet münasebetlik tövendeki babda mundaq deydi. On qolu bilen istinja qilishning cheklanishi haqida deydi. Bu 153. numaralı hadis. Bu hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi bizge Muaz ibn Fazala degan kishi hadis so'zlab bergan idi deydi. Bundaqda bu kişi İmam Bukhari rahmetullahi aleyhniki ustazlardan sanıldığan büyüklerden. İmam Bukhari bu kişiden hadis rivayet qilgan. Bu kişi Sufyan Sevri'den hadis rivayet qilgan. Bu kişiniki Basir'da yaşaganlığı, Basirlik ekanligi chiqib turibdi. O'zi mush Arablarniki Zahrani qabilasidan. Zahrani qabilasi Abi Hurayra radhiyallohu anhu'niki do'st qabilasi bilan biriga yaqin. Demek bu tiki Arap deyishki bo'ldi ondaqda. Bu zat deydi bizga Hisham Dastuvai degan kishi hadis so'zlab bergan idi deydi. Bu yerda Dastuvai deb keltirishida bundan boshqa Hisham ibn Urva va boshqa nurg'un Hisham ismli muhaddislar bor. Bulardan farqlantirish uchun Dastuvai deb bu kishiniki laqabini keltiryapti. Bu zat mı şu Hicriye 154 yıl ölüp ketken en katta büyük hadisshunoslarniki biri aynı vaqtida sahabalarniki davrda tug'ilgan. Bu Dastuva degan hozirgi İranniki şu Arabiston rayoni bor, arablar yashaydigan. Shu yerdagi bir yeza kentning ismi. Bu cidden burun kiyim tikadigan, kiyim to'qiydigan işidan ko'p shug'ullangan odamlar bor ekan. Shu yezda kiyim ekilib sotgan ekan bu odam. Shunga bu odamni Dastuai deb laqabni bergan. Amaliyotda bu odam katta büyük muhaddislardan sanaladi. Ulamolardan, muhaddislardan Şubat ibn Hajjaj bu kishi haqida gap qilib Allah rızalık uchun hadis uyg'unlagan odamni men bu Hisham deb o'ylayman deb baho bergan. Boshqa ulamolar mazmut, ishonchlik degandek baholarni yog'dirgan. Bu kishining ustozlari ko'p, shogirdlari ko'p. Masalan, Abdullah ibn Muborak, Şubat ibn Hajjajlar bu odamniki shogird bo'ladi. Bu Allama Yahya ibn Abi Kesir degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Yahya ibn Abi Kesirniki asli ismi Yahya ibn Salih at-Tai, Yahya ibn Abi Kesir nomi bilan mashhur. O'zi arablarniki Tay qabilasidan. Tay qabilasi arablarning ichida cho'ng mashhur qabila. Hatim Tai degan cho'ng bir sehi mard o'tgan shu qabilaning ichida. Shular bilan mashhur. Bu odam o'zini faqih, o'zi kichik tabiinlar qatorida sanaladigan tabiin faqih, muhaddis adam. Bu kishi 130 yillarning oldingi yillarda o'lib ketganligi xotirlangan. O'zi nihoyatda ko'p ibodat qildigan adam. Madinada 10 yil turgan adam bu. Madinada. O'zi haqiqatparvar, haqiqatni so'ydigan, dumboqchi, chavoq cho'mmoqchqa o'z davridagi bir qism valilarniki xato siyosatlarini tanqidlab bu tayoq to'qmoq yeb qamchi yegan adam bu. Yani gepi degan bo'lgan. Bu odamniki mashhur gepidan rohat farog'at bilan u ilm o'rgangil bo'lmaydi deb shunaq degan. Bu odamniki ustozlari bir-biridan sarxil. Masalan, Anas ibn Malik ustoz bo'ldi bu odamniki. Undan boshqa yana bir necha cho'ng tabiinlar bor. Bu kishiniki ustozi bo'ldi. İmam Evzai'ga o'xshash. Bu odamniki shogirdlari ko'p. Ulamolardan Abu Hatim Razi degan muhaddis baho berib, bu ishonchlik odamlardan hadis rivoyat qiladigan odam bo'lib, bu odam ko'p jafo tortgan, zulmga uchragan, bir qism valilarni tanqidlab siyosatini, shuning qamchisi, tayoq to'qmoqni yegan odam deb sifatlagan. Biz necha qatim biz tarjimalini aytib o'tgan İmam Zuhri va Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Zuhri en katta büyük allame. Şuna buluşa qaramay bu Zuhri'dimi bekrak alim
shenjilik degandek sifatlarni beradi deydi Shobat ibn Hajjajni. Hamda Ibn Hajar Asqalani degan muhaddis o'zi mazbut shenjilik adam degan. Lekin bu odamniki hadis ilmida bunda mudallis deydigan bir atalg'i bor. Shu mudallis qilib qo'yadi deydi. Mudallis degan mavhumroq ravilarni mavhumroq bayon qilib qo'yadi demoqchi. Bu zot Abdullah ibn Abi Qatada degan kishini hadis rivoyat qiladi. Bu kishimi nəhayət katta shu davrdagi hadis rivoyat qilgan ravilardan o'zi Madinalik. Chunki bu odamniki dadisi Ansarilarniki Xazraj qabilasidan bo'ldi. Shunga bu odamni Ansari deymiz. Balasiga mush nisbat berilgan. Hamda Abdullah bo'lsa 95-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Lekin bu kishi ham o'tdagi Ansarilardan bo'lsa-mu, keyingi mezgilda islom ishg'oliyat harakatlarininki turtkisida Xorasan rayoniga birib makonlashgan. Shunga bu odamni Balxi deb ataydi. Abu Ibrohim al-Balxi deydi. Balx hozir Kabulning atrofi. Ayni vaqtida asosan Taxarlar, Turkman, Turklar yashagan diyorlarniki biri. Dadisining ko'p hadis rivoyat qilganligi xotirlanibdi. Nurg'un ulamolar bu odamniki shagirdi. Endi bu adam o'zining dadisidan hadis rivoyat qilyapti. Dadisi kim o? Dadisi Abu Qatadat al-Ansari. İsmi Haris. Yoki Amr ibn Rabi deb bundan keltirilgan. Bu Bani Salama deydigan bir jamoat bo'lgan. Bani Salama jamoati hozirgi ish qiblik masjid deydigan bir masjid bor. Shu masjidniki atrofi bularniki diyori. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bular shu Masjid Nabaviga yaqin ya ko'chib kelaylik desa, shu yiroqroq hamda 6-7 kilometr qildi payg'ambarimizning masjidi bularniki uyi. Hozirgi Madinadagi Jami Islomiyniki atrofi shu Bani Salama jamoatiniki diyorlari bo'ldi. Payg'ambarimiz sizlarning izinglarga ajr berildi, jutinglarda malanglar turaveringlar degan. Shu qabila, shu jamoat tim bo'ladi bu odam o'zi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki davrida o'zi sal kichikroq. Shuninglashqa Badrga qatnashmagan. Ammo Badrdan keyingi urushlarniki hammasiga bu odam o'zi qatnashgan. Rasulullohniki eng buyuk chavandoz botir sahobalardan bo'ladi. 54-yili Kufada o'lib ketgan debdi, ba'zilar Madinada o'lib ketgan deyilibdi. Bu odamniki ilmiy jihatdan qo'shgan tuhfalar munoyati zo'r. Bu odamning 170 dona hadisi bizga yetib kelgan. Müslüman ümmetliğe. Demek bu adam deydi hamda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mundaq degan edi. Sizlarning biringlar bir narsa ichmoqchi bo'lsa yoki issa qochig'i tinmasin dedi. Xalaga o birniga kelgan vaqtida o'ng qo'li bilan jinsiy a'zoyini, ya'ni erlar o'zining jinsiy a'zoyini tutmasin. O'ng qo'li bilan uni surtmasin degan. Demak bu hadisda bu yerda o'ng qo'li bilan deb qayd qilishi hamda o'ng qo'li bilan istinjo qilmasin demoqchi. Bu bir islom pokizlik nuqtasi ilib etgan vaqtida islom diniki bir pokizlik ko'z qarashi bu. Bu yerda qochig'i tinmasin degani qochininki teshig'i tinish maqsad qilingan. Birinchi shakldagi maqsadi bu. Yana biri hamda su ichgan vaqtida yoki ichgan vaqtida tinib, ya'ni uzib, ko'tirib tinganda teshig'i tinsin, ichiga tinmasin degan tushunchani berish. Hamda buniki tibobat nuqtasidan munoyat nurg'un ziyonli tarafi bayon qilingan qochining ichiga tinish. Chunki biz mikrobni ishimizdagi mikrobni teshig'i chiqaramiz tindiq orqali. Bu mikrob yana qochig'i tushadi. Bu ko'rinmas, ko'zimiz ko'rinmaydigan mikroblar. Bu mu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu 1400 yillar burun mo'jizaviy shaklda degan bir hadislarniki biri deyishki bo'ldi. Ilm ham buni bugungi kunda isbotlab o'tadi.
Bu yerdagi hamda o'zinki jinsiy a'zoyini o'ng qo'li bilan tutmasin degan maqsad asosan bu yerda istinjo maqsad qilingan. Yani u vaqtda tosh bilan, chomi bilan sürtüdüğü avvalda bo'lgan ekan. Yani o'ng qo'li bilan tutib sürtib qilmasin degan. Yana birisi hamda bu pokizlik ishiltimiz o'ng qo'lni. So'l qo'lni sal maynatroq narsalarga ishiltimiz. Tozliq ishlariga. Shu nuqtadan buni eskartgan bo'lishi mumkin. Hamda yana bir nuqtani eskartib qo'yaylik. Bu nemishqa bu yerda tinib qochini ochib tinmasin deydi degan vaqtida biroqlam ko'tarib ichgan vaqtida bu yer tiniq masalasi uzish maqsad qilinganda yana bir nuqtadan uzib yutum ichmagan vaqtida ichgan narsamiz oshqozonga besim paydo qiladigan yoki jigarga ziyon zahmat yetadigan yoki besim bo'ladigan avval bo'lganda tibobat nuqtasidan shuni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Yana bir shakli bu hayvonotlar asosan bir shu beshine so'q tiqqan barobarlam ko'tarmaydi, ichib to'yg'ichilik to'xtamaydi-da. Yani bu hayvonlardan insonlarniki bir oz farqli bo'lishini maqsad qilingan deyilibdi. Chunki tibobat nuqtasidanmi ham sunnat nuqtasidanmi ikkisini birlashtirib yutum ichgan vaqtimizda buna ait rahatlik, bedenimizge ait huzur bag'ishlaydigan bir ichimlik şerbet bo'ladi bu. Hem bu hadisni qo'llaydigan yana bir hadis bor. Biz suni Peygamber sallallohu alayhi vasallam ichinglar, uni o'zingizga besim qilib olmanglar, biraqlab qoplab ichmanglar. Agar sho'rab yutum ichgan vaqtingizda nayt singishlik, nayt yiqishlik bo'ladi degan hadis bor. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.